Vatandan kelgan uchurlar. Ürümchida Uyg'ur balalarının yutib ketishi ko'paymoqda. 2021-yili 10-oyning 10-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Ürümchi shahrining Davan qatorliq Uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashgan joylarida Uyg'ur balalarining yo'qolib ketish ahvoli ko'paygan. Tuyuqsiz yo'qolib ketgan Uyg'ur balalar 10 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'g'illar bo'lib, maktabga berish yoki maktabdan qaytish yo'lida yo'qolib ketganlik ma'lum qilingan. Xitoy hukumatining qattiq kontrolligidagi Ürümchi shahrida bundaq voqealarning ko'payishi Uyg'urlarni ham andishiga, ham gumonga solmoqda ekan. Yevropadagi va Turkiyadagi Uyg'urlarning ovozini yangratmoqda. O'z xabarimiz. Xitoy jazo lagerlariga solgan o'nlagan Uyg'urning Turkiyada yashayotgan yaqinlari Turk xalqining Uyg'urlarni qo'llashini qo'lga keltirish, tuqqanlarning qo'yib berilishiga yordam izlash niyatida sentabr oyining 5-da Anadolu safarini boshlagan bo'lib, Madina, Mirzahmat, Javlon qatorliq 10 ga yaqin faoliyatchi Uyg'ur bu safarni boshlagan. Mazkur faoliyatchilar safar jarayonida Turkiyani noyi degudek kezib, ko'chalarda, maydonlarda Uyg'urning dardini Turk xalqiga anglatmoqda. Turkiyadagi ba'zi yerlik televiziya kanallari bu safardan xabar berish orqali Turk xalqiga bu haqda uchur bermoqda. Davomlashayotganiga bir oydan oshgan mazkur faoliyat Turk xalqining Uyg'ur irqiy qirg'inchilig'iga bo'lgan tunishini yuqori ko'tarishda yuksak ahamiyatga ega. 21 sentabr Gollandiyaning poytaxti Amsterdam Dam maydonidan boshlanib, 1 oktyabr Belgiya poytaxti Bryukseldagi Yevropa parlamenti oldida oxirlashgan 11 kishi bilan boshlangan Yevropa xalqining va hukumatlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan sezgirligini oshirish va Uyg'urlarni amaliy ravishda qo'llashni qo'lga keltirishni nishon qilgan bu yurishning umumiy masofasi 300 kilometr bo'lib, jami 10 kun davomlashgan. Faoliyatga qatnashgan Yusufjon To'xti va Olimjon Umarning internetdagi suhbatlaridan egilinishcha, bu yurish Yevropadagi Uyg'urlarning tunji qatimliq piyoda yurishi ekan. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasi Biden hukumatiga chaqiriq qildi. Amerika Fox xabarlar to'rining 3-oktyabrdagi xabarga qaraganda, Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasidan 3 parlament a'zosi Amerikadagi klimat masalasiga mas'ul 4 organga Xitoy Kommunist Partiyasi bilan aloqa o'rnatganlik mumkinchiligidan ogohlantirib maktub yozdi. Maktubda yana Amerika hukumatining Xitoyning Hong Kongdagi bostirishiga, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga nisbatan quloq yopirib turib bilan cheklanib qolmay, navbatdagi hukumatning yana Xitoyning Amerikaga keltirayotgan iqtisodiy va davlat bexatarlik tahdidiga sal qarayotganligi tilga olindi. Yevropa İttifaqı rahbarlari Xitoy bilan Amerikaga qanday taqobil turishni maslahatlashish uchun yig'ildi. Fransiya 24 xabarlar kanalining 5-oktyabrdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Yevropa İttifaqı rahbarlari maxsus yig'in chaqirib, Yevropaning dunyodagi o'rni to'g'risida hamda Xitoy bilan Amerikadan iborat ikki darajadan tashqari kuchga qanday taqobil turish to'g'risida muhokama o'tkazgan. Amerika elektronlik mahsulotlari shirkati Xitoy hukumati bilan hamkorlashib, Uyg'urlarni majburiy ishchilikka solgan. Reuters agentligining 7-oktyabrdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Amerikaning elektronlik tizginlik ishlab chiqarish korxonasi hisoblangan korxonasining Reuters agentligi ma'lum qilishicha, bu shirkat o'zining Xitoyning janubidagi Chinjou shahridagi zavodiga Uyg'urlarni majburiy emgak uchun yo'tkash haqida Xitoy doiralari bilan to'xtamlashgan. UAI instituti bayonotchisining bildirishicha, mazkur elektronlik tizginlik shirkati Chinjoudagi zavodida 365 Uyg'urni ishchi sifatida ishlatmoqda ekan.